Assalomu alaykum. Mana Hyundai Porter elektromobil 2020-yil mana bez monitorlik. 1 yil bo'ldi olganimga. Mana hozir probegi 131 ming почти. Xo'p, расход. Masalan bir kunda qish vaqtida o'rtacha 200 km yurib beradi. 3 tonnagacha yuk ortaman. 3 tonnagacha yuk oladi bemalol. Avtomat korobka. Komfortlari yaxshi, rollari elektronli. Zo'r lekin mashina. Gap yo'q. 1 yil bo'lib qoldi olganimga. Masalan Toshkentga borib kelsam, bizdan Samarqanddan где-то 300 общий tуда обратно 650 kilometrlar yurib borib kelaman. Примерно bir 300 ming atrofida bo'ladi. 300 ming so'm bilan Toshkentga borib kelaman. Uzoqroqqa 2 tonna, maksimum 2,5 tonnagacha yuk olaman. Bo'lsam 2 tonnagacha olaman. Bu zo'r yurishi. Tavsiya qilamiz.